Ya homin. Kaç şu mahallamizni yigitini xursand qilib qo'ydim-da, endi hazil qilib. Ilohim shu yigitni ham Xudoyim juftini bersin. Hammani jufti bilan yaratgan. Shu ukamiz ham juft halolini yaqin kunlarda uchrashtirsin. Ha Farhodjon, to'y qildik-a, xursandmisan? Yashasin. Xursand bo'ldingmi? Shuni xursand qilib ko'ngilni ko'tarib qo'ydik-da. Endi hazil bo'lsa ham qancha xursand bu mana terlab pishib ketdi aka. Ana o'ynanib ketdi o'zimni ukam. Farhodjon aka xursandmisiz? Mana Xudo xolasa mana shu to'yingizni rostdan qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa to'y qilamiz. Amin. Shu Farhodjonni ham baxti ochilib, o'ziga munosib juft halolini uchratsin tez kunlarda. To'ylariga bosh-qosh bo'lib, hammamiz mana shunday chiroyli uy qilib mana shu bolagan to'ylarni qilaylik. Ilohim omadini bersin, baxtini bersin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Endi xursand qildik, to'g'ri qabul qilasizlar. Alloh akbar. Bo'ldimi? Ana. Zo'rmi? Zo'r-a? O'ynalib ketdi o'zimni ukam. Bolam tengi bolamda.